Shuning uchun ba'zi birlar tug'olmaydi-da. Ba'zi birlar tug'olmaydi. Естественным образом tug'olmaydi. Qo'toq kirdi, eri sikdi, 2 qat bo'ldi, yo'q. Потому что ko'p abort qilgan, ko'p harom qarshi ishda yurgan, Xudo urib qo'ygan, понимаешь? O'shuning uchun hech bola ko'risha olmaydi. Hamma mana shu men mana kundan kunga день за днем убеждаюсь, что mana internetga chiqadigan qizlar, blogerlar, mana hamma mana chiqqanlar, kinoda o'ynaydiganlar, tariximda ko'rib chiqsangiz, sразу erga tegib ketgan bo'lsa, normalniy qiz. Kinoda o'ynab turib, ertasi kuni bir oydan keyin erga tegib ketsa, это нормальный. Erga tegmasdan yurganlar o'ynash bo'ladi kimdir ikkinchi xotini bo'ladi, kimdir uchinchi xotini bo'ladi, kimdir to'rtinchi. Men O'zbekistonda yashagan paytda ikkinchi, uchinchi xotin это позор edi. Mahalla qo'shmasdi. Позор jichchaqalar toshvarang qilishiga. Hozir O'zbekistonga bu yili borib, yozda borib, men O'zbekistondagi bo'lgan voqealarni ko'rib, o'z ko'zim bilan ko'rib, hamma yoqda o'z ko'zim bilan ko'rib, eshitib, shok bo'lib qaytib keldim. Hozir 3-xotinman, 2-xotinman, 5-xotinman deyish uyatmas bo'lib qopti O'zbekistonda. Это faxrli gap. Men prokurorda 3-xotiniman, men artistda 5-xotiniman deyish faxrlanish bo'lib qopti uyat qolmabdi umuman. Вообще. Вот такие вот dela. Men sizlarni ko'zinglarni ochsam, sizlar meni har doim so'kasizlar. Ko'zinglarni ochinglar desam, har doim meni so'kib, только so'kish bilan iboratsizlar. Men e'tibor bermayman, конечно. Просто haliginaqa haqiqatni gapirgan odamni yoqasi kir bo'ladi deydi har doim. Men har doim aytsam, sizlar meni transligimni betimga solasizlar, ko'tligimni betimga solasizlar. No farqi yo'q, потому что я сама себя приняла, вы тоже должны меня принять, и все. Вот такие вот dela. Chechenka bilan nimaga urushdingiz? Men urushganim yo'q. Men har doim xalqimizni haqorat qilsa, ili hazar qilsa, biror narsa gapirib chiqsa, davleniyam oshib ketadi. Men patriotman, xo'j transvestit bo'lsam ham, men O'zbekistonda yashamasam ham, men patriotman. Men hurmat qilaman xalqimizni, xo'j meni yomon ko'rsin. Lekin bizni xalqni biror joydan biror narsa deb chiqsa, davleniyam oshib miyamga chiqib ketadi вообще. Bugun videoni ko'rib, xotinlar menga yopishadi, xohlamayman, o'paman deydi, quchoqlab so'rashmoqchi bo'ladi. Men xohlamayman unaqa narsalarni dovdi, miyamga chiqib ketdi, davleniyalarim oshib ketdi. Sen kimsan? Bilat qari qo'toqlarda ustida irg'ib yurgan qiz ekansan. Xotinlarimizdan hazar qilasanmi? Ya'ni hoji onalardan farishtani hidi keladi, hoji onalardan. Men Ozodopani konsertda ko'p hoji onalar bilan quchoqlashib rasmga tushdim. Ulardan farishtani hidi keladi. Как так hazar qilish mumkin katta xotinlardan? Shok bo'lib qoldim eshitib. Men yelkam og'rib qoldi. Men nerv chiqdim, yelkam og'rib qoladi. Shuning uchun baqirib video qildim. Конечно, mensimaydi. Siz ham bir tiyin kelmay qo'ysangiz, shunda mensimay qo'yadi. Конечно, ularga главное pul topish, главное PR qilish, главное pul topish, qayerdan bo'lmasa